hurmatli ustozlar, o'qituvchilar, ukalarimiz, singillarimiz, bilan ko'rishib turganimizda xursandmiz. Go'zal gap borda, Abdulla Avloniyning gapi, maktab deydi, dunyo imoratlarini ishlaying go'zal. Biz mana bir vaqtda mana shu maktabni bitirganmiz, 9-sinfda shundan ketganman mana shu maktabga chetda. Kechagidek esimda turibdi. Har doim mana shu yerda kelsam badanim bajardi. Chunki inson umrini eng go'zal, eng qaynoq, eng shirin davlari mana shu ustozlar bilan. Men birinchi o'qituvchimiz bor, Ulug'mot Dilfuzofa. Ona deyman. Ikkita onasi bo'ladi insonning hayotida, esdan chiqarmaydi. Bittasi dunyoga keltiradi sizni, ya'ni osmondan yerga tushiradi. Ikkinchisi yerdan yana osmonga olib chiqadi. Buni eslaringizdan chiqarmaydi. Ilm hamma tomondan har kimga berilmaydi. Ilm yuqtiriladi, ilmni olish uchun harakat qilish. Fitratda bir gap bor. Nega biz ilmsizmiz deydi, onalarimiz ilmsiz. Nega biz ilmsizmiz deydi, otalarimiz ilmsiz deydi. Biz bunday avlod bo'lishimiz kerak. Bizdan ilmli avlod dunyoga kelishi kerak. Biz ilmni yuksaltirish uchun jonimizni berishimiz kerak. Bugun mana biz kitobxonlik qilamiz, pul qo'yamiz, g'oliblar taqdirlanadi, yana yaxshi o'qiydiganlarni taqdirlaymiz. Mana shu narsa nima uchun bo'lyapti? Mana shu yoshlarimizni kitobga qiziqtirish uchun, kelajakda yaxshi insonlar bo'lish uchun. Sizlar yaxshi o'qisanglar, yaxshi joylarda ishlasanglar yoki yaxshi tadbirkor bo'lsanglar, biz 1 million qo'yib kitobxonlik qilayotgan bo'lsak, kelajakda 100 million qo'yib kitobxonlik qilamiz. Mana shu qatnashayotganlardan qaysidir biri katta boy bo'lib ketsa, maktabimizga sport zal qiladi. Meni ham qaysidir avlodim o'shanga borib shug'ullanadi. Yo qaysidir bir aqlli, ziyoli yosh kutubxona quradi. Men qaysidir avlodim borib o'sha yerda kitob o'qiydi. Yoki qaysidir avlodim kimdir qurgan bolnitsada o'sha yerda ishlaydi yoki o'sha yerda davolanadi. Hamma narsa bizning mahallamizda bo'lishi kerak. Biz mana shu narsani, mana shu tadbirlarni xalqimizning ma'naviy, iqtisodiy ahvolini yaxshilash uchun qilamiz. Mana prezidentimiz kitobxonlikka juda ko'p e'tibor qaratyaptilar. Sababi nima? Oldin inson omili deganda insonni puli tushunilgan. Hozir inson omili deganda uni aqli, uni bilimi, salohiyati tushuniladi. Maktab bitiradigan yosh mana shu 8-sinf, 9-sinf orasidagi yoshlar, sizlarga bir maslahat, bizga uydagilar aytgan buni. Sizlar hozir hayotinglarni belgilaydigan yoshlarsizlar. Mana shu 4 yilda o'qib o'tkazsanglar, kelajakda bir umr yaxshi yashaysiz. Mana shu 4 yilda o'ynab kulib o'tkazsanglar, oshno'g'anchilik qilib, ko'cha changitib o'tkazsanglar, kelajakda bir umr qiynalib yashaysizlar. Aslida o'g'il bolalarga, qizlar xo'jayinning xasm bo'ladi, ular oilada tarbiyachi hisoblanadi, boquvchi erkak kishi bo'ladi. Esdan chiqarmanglar-da, erta bolangni pampersiga pul topolmay qiynalib yurasan, hozir o'qimasa. Men yosh bola edim, uyimdagilar bir qurilishga, ishga qo'shildik. Uyga charchab keldim, so'radi, qanday ekan? Nima ekan? Qiyin ekan. Ko'rdingmi? O'qisang g'isht terdirasan. O'qimasang g'isht terasan. O'g'il bolalar juda kuchli o'qish kerak. Biz maktab tugatayotgan yili a'lo darajali shahodatnoma olganmiz. Nomzodlar faqat o'g'il bolalar. Tushunyapsizlarmi? O'g'il bolalar biz davlat tayanchimiz, millat suyanchimiz. Biz bularni himoya qilishimiz kerak har qanday jabhada. Hozir ham men o'g'il bolalar ko'proq bo'ladi o'ylayman. Qizlarning orqasiga bekin deydi, uyat bo'ladi. Qizlar sizlarni himoya qiladi, maktab sha'ni. Agar men shu maktabda hozir o'quvchi bo'ladigan bo'lsam, uyalardim. Chunki biz vaqtda bizdan yaxshi o'qiydigan qiz bola bo'lmagan. Tushunyapsizlarmi? Biz qizlarga sizlar choyni damlaylar deganmiz, hamma yo'nalishda. Biz uni amalga oshirib kelamiz, kelib qo'linglardan choy ichamiz. Sizlarning ishlaringiz choy damlash deganmiz. O'qishda ham, mehnatda ham, tozalikda ham, tozalikka qarshi kurashda ham. Tushundinglarmi? Endi bir narsani esdan chiqarmanglar. Kim ilm olsa, Yaponiya kutubxonalarida bir gap bor. Bugungi o'quvchi ertangi boshqaruvchi.
tushunyapsizlarmi? Shunday mana ijtimoiy tarmoqlarda roliklar bor. iPad Got 2 degan multik bor. Kim ingliz tilini biladi? O'sha multikda aytadi. O'sha ko'rib tursanglar, televizor ichida ilon chiqib keladi, bolam miyasini yarimlaydi. Ya'ni ular bizda avlodni internetga, ijtimoiy tarmoqlarga qarab qilib miyasini kemiryapti. Ular o'zi o'qiyapti, biz televizor ko'ryapmiz. Ular o'qiyapti, biz rolik ko'ryapmiz. Ular o'qiyapti, biz Telegramda qaysidir futbol komandani kechagi golini tomosha qilib o'tiribmiz. Ertaga keladida bizni boshqarishga harakat qiladi. Sa'diy Sheroziyda bir gapi bor. Farzandlaringizga deydi, qo'yday tarbiya berib, qo'zichoqday tarbiya bermanglar deydi. Ertaga deydi, qo'yday boshqarilmas. Bizning hayotimiz, kelajagimiz hammasi o'zimizning qo'limizda. Ishonmanglar hech qachon. O'qishga kirish pul, ishga kirish pul. Bunday narsa emas. Mana biz, men o'zim misolimga aytaman, ota-onamiz faqat tarbiya bergan. Repetitorga yo'naltirgan bizni. Biz o'zimiz harakat qilib, intilib, hamma cho'qqini zabt etsa bo'lishini tushunganmiz. Bahona qilmanglar, inson o'ziga bahona topib beradi. Meni pulim yo'q, meni unim yo'q, meni bunim yo'q. Repetitorga bora olmaydigan yoshlar, kimnidir iqtisodiy ahvoli har xil bo'lishi mumkin. Repetitor mana shu maktabdagi kitobda sizlarga qaytadan o'qitib beradi. O'sha 7-sinfligingda o'shani punt qilib o'qimagansan, keyin 8-sinfda yoki 9-sinfga repetitor borishni boshlaysan, o'sha o'qimagan kitobingni pul to'lab o'qiysan. Ko'ryapsizlarmi mantiq qayerda? Bepul o'qimaysizlar. Men bir narsadan faxrlanaman. O'zbekistondagi eng zo'r maktab, eng yaxshi bilim beradigan maktab, eng yaxshi iqtisodiy, ilmiy, siyosiy, ma'naviy har tomonlama yaxshi tayyorgarlikka ega o'qituvchilar bizda. Esinglardan chiqarmanglar. O'zbekistonda eng zo'r maktab mana 80-maktab. Eng zo'r bilim beradigan maktab bizning maktab. Men O'zbekistonning hamma joyida bo'lgan. O'sha hozirgi aytiladigan yuksalish brendidagi maktablar ham, prezident maktablari ham, litseyda o'qiganmiz, universitet orqasidagi. Bilsanglar kerak. Birinchi maktab bularni Qarshida gimnaziya deyiladi. O'sha o'quvchilar men kursdoshlarim bo'lgan. Meni yarmimcha bilmaydi. Tushunyapsizlarmi? Eng zo'r maktab birinchi maktabdir, lekin men bilan Rahmiddin ikkalamiz o'qiganmiz, tog'amni taniysiz. Sindosh. O'qituvchi ham. Ikkalamiz eng yaxshi o'quvchi ikkalamiz bo'lganmiz litseyda. Tushunyapsizlarmi? U pul maktabni qayerga joylashishi, uni qizig'i yo'q. Maktabning imoratining eski yangiligi hammasi o'zlaringizga bog'liq. Agar insonni gap ongiga yetib bormasa, foydasi yo'q. Quloqlaringizga qolib ketmasin aytiladigan gaplar. Ongingizga yetib borsin. Harakat qilinglar. O'qishga harakat qilinglar. Kelajakda yaxshi kasb, yaxshi sohaning egasi bo'lishga. Bir narsa borda hayotda. Shunday oliy ma'lumotlar bor. Cho'pondan farqi yo'q. Tushunyapsizlarmi? Shunday oliy ma'lumotsizlar bor, professorda yaxshi salohiyatga ega. Bir alloma o'tgan, buni kimligini bilasizlar? Al-Xorazmiy. Al-Xorazmiy aytadi, agar inson deydi yaxshi xulqli, ya'ni yaxshi tarbiyali, yaxshi madaniyatli bo'lsa, u o'quvchi, u insonni yoniga birni qo'ying deydi. Agar u yaxshi oilani farzandi bo'lsa,